Assalomu alaykum. Bu My News informatsion dasturi. Sizlar bilan men Alijon Marayona va hamkasbim Salohiddin Rahimjonov. Muhim xabar va yangiliklar bilan ko'rsatuvni boshladik. Joriy yilning 25-26 mart kunlari Prezident ijod ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlari teatr jamoalari o'rtasida tashkil etilgan teatr tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra, Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi aktyorlik mahorati to'garagi rahbari Bahodir Majidov boshchiligida 9-sinf o'quvchisi Elnura Norqulovaning Niqob sahna asari bilan faol ishtirok etdi va 3-o'rinni egalladi. Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy oliygohida Qarshi, Nukus, Andijon, Toshkent va Marg'ilon shaharlaridagi Zamin kreativ inklyuziv ijod maktablari o'qituvchilari uchun seminar trening bo'lib o'tdi. UNICEF mutaxassislari yangi metodikalar inklyuziv muassasalarda muloqotning asosiy etik va ma'rifiy tamoyillariga asoslangan bilimlari bilan bo'lishdilar. Xabaringiz bor, joriy yilning 24-28 mart kunlari Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirining asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Quvonarlisi mazkur olimpiadaning ona tili yo'nalishi bo'yicha viloyatimiz sharafini himoya qilib, Muhammad Yusuf ijod maktabining 11-sinf o'quvchisi Ziyoda Muhammad Shokirova faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Gulxan jurnalining 2025-yil mart oyi sonida Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabining 9-sinf o'quvchisi Sobirjonov Mehriddinning Vatanim nomli she'ri chop etildi. Ijod maktablari o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan ijodiy olimpiadaning respublika bosqichi doirasida ijodkor o'quvchilarning ijodiy ishlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Tanlov doirasida Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida tashkil etilgan ijodiy to'garak a'zolarining ham ijodiy ishlari namoyish etildi. 9-aprel Sohibqiron Amir Temur bobomizning 689 yilligi munosabati bilan 14.014 harbiy qismda ma'naviy va ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi o'quvchilari o'z ijodidan she'rlar o'qishdi hamda monologlar ijro etishdi. Tadbir so'ngida ijod maktablari o'quvchilari hamda harbiy xizmatchilar o'rtasida Amir Temur hayoti va Temur tuzuklari asari asosida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Bizda sport xabarlari. Sportning erkin kurash turi bo'yicha o'tkazilgan viloyat kubogi turnirida Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabining 11-sinf o'quvchisi Ziyovuddinov Biloldan faxrli 1-o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 4-aprel kuni Muhammad Yusuf ijod maktabi o'quvchilari Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda sportning futbol turi bo'yicha o'rtoqlik uchrashuvida bahs olib bordilar. Uchrashuv natijalariga ko'ra 5-4 hisobi bilan maktabimiz o'quvchilari g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Sizlar bilan My News informatsion dasturi bo'ldi. Haftaning har shanba kunida ko'rishguncha. Yetarli, hammaga rahmat. Olindimi? Olindi. Rayonda tugadi.